Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun noyabr oyining 20-payshanba kuni 2025-yil Alloh taolodan yordam so'rab, hadihi axlaquna hina nakunu mu'minina haqqo. Bu bizni haqiqiy mo'min bo'lgan holatimizdagi axloqlarimiz degan bir kitobdan dars boshlagan edik. Ya'ni qisqa qilib aytsak, mo'minning xulqlari, mo'minning axloqi qanday bo'lishi kerak. Mana shu haqida gaplashyapmiz. Biz aytib o'tdik, bu qo'limizda turgan kitobimiz ham juda ta'sirli. Buni kitob deb aytmasak ham bo'laveradi. Qarang, haqiqatda ham mo'min odamning xulqlari juda chiroyli bo'lishi kerak. Endi shu xulqlar deganda u doim, masalan, birov bilan bo'lgan muomala emas. Bu yerda e'tibor bering, hozir sizlar bilan gaplashadigan narsamiz insonni o'zi bilan o'zi bo'lgan muomalasi, Robbisi bilan bo'lgan muomalasi, o'zini niyatlariga e'tibor berishi, hayotidagi maqsadini oliy qilishi, mana shu narsa ham inson o'ziga o'zi bo'lgan muomalasi deb aytiladi. Shundaysa, demak inson oliy maqsadli bo'lib yashash va mana shu maqsadlarning ichida Alloh taoloning yo'lida jon berishni niyat qilish ham mana shu ham haqiqiy xulq. E'tibor bering, Allohning yo'lida jon berishni maqsad qilish, oliy himmatli bo'lish ham mana shu ham oliy xulq deb aytiladi. Hadislarda keladi: "Fala jihada va la sadaqata falam tadkhulil jannata idan." Jihad yo'q bo'lsa, sadaqa yo'q bo'lsa, unday bo'lsa jannatga kirmaysan deb turib aytganlar. Mana shu hadisni Rasululloh qachon aytdi? Nima uchun aytgan? Mana shu narsani hozir biz bilib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda qarang. O'lim har bir insonni aniq boshida bor bo'lgan, keskin qadarda bitilgan bir qadar. O'lim bu bor narsa. O'limdan hech kim qochib qutulmaydi. O'lim har bir insonni boshida bor bo'lgan narsa. Shuning uchun ham har bir mo'minni, har bir musulmonni maqsadi jannatni yaxshi ko'radigan, qalbida iymoni bor bo'lgan odamning maqsadi, eng oliy maqsadlari Alloh yo'lida shahid bo'lish kerak o'zi asli. Endi shahodat Alloh taolo xohlagan bandasini tanlab oladigan o'limni eng oliy surati deyiladi. Shahodat Alloh taolo o'zini xohlagan bandasini tanlab oladigan eng oliy surat deb turib aytiladi. Tushundingizmi? Alloh taolo xohlagan insonni tanlab olar ekan. Mo'min odam har qanday holatda o'limga tayyorgarlik ko'rishga buyurilganda, mo'min odam har qanday holatda o'limga tayyorgarlik ko'rishga buyurilgan. Endi qaysi bir kishining orzusi shahodat bo'ladigan bo'lsa, shahidlik bo'lsa, shahidlikka intiladigan bir inson bo'lsa, tayyorgarlik ko'rishlikka albatta loyiq. Va hamda Alloh uni tanlab olishiga, Alloh meni tanlab olsin deyishiga, intilishiga juda ham loyiq. Ya'ni mo'min odam, mo'minman deydigan odam Alloh meni tanlab olsin deb turadi. Mo'minman deydigan odam Alloh meni o'ziga shahid qilib olsin deydi. Qarang, ilgargi sahobalarni ko'plarni farosati haqiqatda ham to'g'ri bo'lgan. Ya'ni o'zlarini birodarlari haqida ko'pchilikda farosati to'g'ri bo'ldi deyapti. Endi bu sahobalarga ishora qilgan. Xosatan ana shu sahobalar uchun shahodatni kutib yashashdi. Ya'ni shunday zohir holatda kutganda, sahobalar o'zlariga shahodatni kutib yashagan. Ya'ni ana shu boshqa odamlar ham ko'rib turib, boshqa odamlar ham ko'rib. Masalan, sahobalar bir-birini ko'rib, shahid bo'lib ketsa kerak shu odam deb o'ylashgan. Sababi nimaga? Ularda zohir bo'lib turgan go'zal bir salohiyatli sifatni go'zal ko'rinishi bo'lganligi uchun. Ya'ni ochiq salohiyatli sifati bo'lganligi uchun. Ularda haqida tavaqqu deb turib aytilgan. Tavaqqu degani kutyapti deb turib aytilgan. Masalan, Talha radhiyallohu anhu haqida sodiq bo'lgan vahiy aytgani kabi. Sodiq bo'lgan vahiyda degani maqsad Rasululloh aytganda, qarang, shahidu yamshi ala wajhil ard. Bu tiri shahid degan. Yer yuzida yuribdi xolos bu. Tiri, lekin shahid o'zi yer yuzida yuribdi. Yana bir rivoyatda hada mimma qada nahbah. Bu o'zini ishini bajarib bo'lgan odamlardan. Faqat o'limini kutib turibdi xolos, xuddi oyatda kelgani kabi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh. Mo'minlarning ichida shunday bir rijollar borki, Allohga bergan ahdida sobit mustahkam turgan insonlar bor. Ba'zilar o'zi ishini bajarib bo'lgan, faqat o'limini, shahodatini kutib turibdi xolos, xuddi oyatda kelgani kabi. Shuning uchun ham biz endi qanday qilib shahodatga tayyorgarlik ko'rmaylik, qanday qilib shahidlikka hozirlik ko'rmaylik, qanday shahidlar safidan, haqiqiy shahid ahlidan bo'lib qolishlikka qanday tayyorgarlik ko'rmaylik.
Endi bu narsa o'zi aslida Alloh taolodan yalinib, yorvorib so'raydigan narsa. Xudo saqlasin deydigan emas bu. Xudo saqlasin, nafasingni shamol uchirsin, shunaqa o'limni ham eslaydimi? Deb turib unaqa deb aytiladigan narsa emas. Balki bu shahodatni Alloh taolodan rizq qilib so'raladigan narsa. Qani endi Alloh taolo shahidlikni biron bir suratini bizga ham rizq qilib bersa. Endi shahidlikning birinchi surati, birinchi holati haqiqiy sodiq tavba bo'lish kerak. Zero hadisda keladi, Alloh taolo ikkita kishiga kuladi degan. Ularning bittasi ikkinchisini o'ldiradi, qarang. Bittasi kofir, bittasi musulmon bo'ladi. Kofir musulmonni o'ldiradi. Haligi musulmon endi shahid bo'lib ketdi, jannatga kirib ketadi. Ikkalasi ham jannatga kiradi-da. Ikkalasi ham jannatga kiradi. Mana shu hadisda kelgan. Qanday bo'lib jannatga kiradi? Demak, ikkalasining bittasi ikkinchisini o'ldiradi, ikkalasi ham jannatga kiradi. Bu Alloh taoloning yo'lida jang qiladi, qatl qilinadi. Keyin narigi kofir odamni ham Alloh taolo tavbasini qabul qiladi. U ham keyinchalik shahid qilinadi. Demak, hech ajablanarli emaski, ilgari johiliyat davrida yashab, ana shundan tavba qilgan inson ham shahodatga yetishligi mumkin ekan, shahid bo'lishi mumkin ekan. Zero hidoyati yangi bo'lgan odamlardan shu asrimizda qancha namunalar ko'rildi. Hidoyati yangi bo'lgan degani yangi hidoyatlangan. Eski davrda johil bo'lib yashab, yangi hidoyatlanib birdan Alloh taolo qalbini ochadi, jihad maydonlariga ketib boradi va mana shu joyda shahid bo'lgan odamlar ham bor ekan. Mana shunaqalar ham bor deyapti mana. Qarang, mana sahobalar, ular hatto Uhud jangiga aroq ichgan kechasini ertalabida borgan. Ya'ni aroq ichgan kech payt. İnsanlar deyapti mana, ertalabda Uhud kunida aroqda tong ottirgan. Ya'ni ertalab turgan alkash aroq ichib olgan. Lekin mana shu joyda shahid qilib qatl qilingan. Lekin bu hali aroq harom bo'lmagan holatda edi. Aroq hali harom emas edi. Hattoki harom bo'lgandan keyin ham keyingi davrlarda ichgan odamlar ham bo'ldi. Harom bo'lib qolgandan keyin ham ichgan insonlar ham bo'ldi. To'g'ri, endi bu gunoh kabira, odam kofir bo'lib qolmaydi. Lekin shahid bo'lsa, shu gunoh kabiralarni ham yuvib tashlaydi-da. Endi qarang, baribir aroq ichganlik holat ham ularni shahodatni izlashdan hech to'xtatib qo'ygan yo'q. Mumkin mana shu shahodat, ya'ni guvoh, mana shunaqa shahid bo'lishlik ulardan sodir bo'lgan narsalarni kafforat qilib yuboradi. Endi Alloh taoloning yo'lida o'limga tayyorgarlik ko'rishlik, nima bilan tayyorgarlik ko'radi odam? Albatta tavba qilib turib tayyorgarlik ko'rishlik bu albatta bor. Lekin mana shu tayyorgarlik ko'rishda amalda isloh qilish kerak. Shunga Alloh taoloning yo'lida o'limga tayyorgarlik ko'rishlikda tavba qilib amalda isloh qilishlik kerak bo'ladi. Demak, mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Demak, Alloh taoloning yo'lida o'limga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladiki, tavba qilib amalda isloh qilish kerak. Mana Ibn Umar qarang, aytganki, agar kech kirgizadigan bo'lsang, tongni kutma. Tong ottiradigan bo'lsang, kechini kutma va o'zingni sog'lomligingdan, kasalliging uchun foydalanib olib qo'ygin, o'zingni hayotingdan o'liming uchun olib qo'ygin degan. Ya'ni bu degani hayotdan foydalanib amallarni qilib qol. Ibn Hajar rahimahulloh shu hadisni sharhida aytadiki, ya'ni o'limdan keyin manfaati senga kelib turadigan narsani qilib olgin. Va hamda solih amal bilan o'zingni sog'lom kunlaringda solih amallarga shoshilgin. Chunki kasallik birdan insonga tushib qoladi-da, u amaldan to'xtab qoladi. To'shaga miqlanib qoladi. Shuning uchun ham mana shu amalda suskashlik qiladigan odamlarga hech bir ozuqasiz ertaga oxiratga ketib qolishdan qo'rqiladi degan Ibn Hajar rahimahulloh. Hech bir ozuqasiz, hech bir narsasiz ketib qoladi. Endi qarang, o'limni orzu qilishdan qaytarig'ini sababini bayonida kelgan. Ya'ni masalan, o'limni orzu qilishdan o'zi qaytarilganmiz. O'limni orzu qilish mumkin emas. Odam o'limni orzu qilib, qaniydi o'lib qolsamidi deb turib, masalan, o'lib qolishni orzu qilish yoki shu narsaga harakat qilish mumkin emas. Sababini Rasululloh aytgan. Sizlarning birlaring o'limni orzu qilmasin. Mumkin yaxshi odam bo'lsa, yana ham yaxshiligini ko'p-ko'p qilib olar. Mumkin yomon odam bo'lsa, u ana shu yomonliklardan to'xtab, rozilik talab qilib yomonliklardan to'xtar degan. Fala'allahu yasta'tib. Yasta'tib degani, ya'ni Alloh taoloning roziligini olib qolishga harakat qiladi, gunohlardan tavba qilib istig'for aytishlik bilan. O'zi isti'tab degani i'tobni talab qilish. Ya'ni maqsad bu yerda itob degani dashnomni kekkizishni talab qiladi. Ya'ni o'zidan ma'lumotlarni kekkizishga harakat qiladi. Shunga mana shu joyda e'tibor bersa, demak, o'limni orzu qilmanglar deb aytilyapti-da. Endi qarang, Alloh taolo bandaga go'zal xotimaga tavfiq berishini bayon qilish haqida
Rasululloh aytib bergan. Ya'ni Alloh taolo ba'zi bir insonlarga go'zal xotimani berib qo'yadi. Bunaqa xotima ancha muncha odamga ham nasib bo'lavermaydi. Ba'zi insonlarga nasib bo'lib qoladi bunaqa go'zal xotima. Alloh taolo agar bir insonga degan yaxshilikni xohlasa, uni ishlatadi. Shunda sahobalar so'rashgan: "Ey Alloh, ya'ni ey Rasululloh, Alloh taolo qanday insonni ishlatadi?" deganda, o'limidan oldin solih amalga tavfiq berib qo'yadi. O'limidan oldin qaraysiz, charchamaydigan holatdaqa amal qiladi. Shunaqa ko'p amal qilib yoradi. Qanaqa amal bo'lsa ham, o'ziga manfaat tegadigan bo'lsin, boshqalarga manfaat tegadigan bo'lsin, tinmay amal qiladi. Va yana o'limni ko'p-ko'p eslash, hisob kitobni ko'p-ko'p eslash insonni solih amal qilishlikka undaydigan, ya'ni insonni solih amalga undashini yangilab beradi. Ya'ni solih amal qilishim kerak deb turadi, o'limni eslagan, hisob kitobni eslagan odam. Mumkin Alloh taolo bizni ham mana shunaqa doim o'lim hayolimizda bo'lsa, o'zini toatida ishlatadi va xotimamizni go'zal qiladi. Endi qarang, inson qurbonliksiz, o'zini qurbon qilmasdan, ya'ni o'zini qiynamasdan shahodatga harakat qilishi haqiqiy bo'lmaydi. Ya'ni inson o'zini qurbon qilmasa, shahodatga haqiqiy intilmagan bo'ladi. Chunki jihod u nafs bilan bo'ladi, mol bilan bo'ladi. Ikkalasi ham sahiylikka, qurbonlikka muhtoj. Ya'ni inson o'zini qurbon qilish kerak. Kim o'zini oldinga yurgizishga tayyorlab qo'ygan bo'lmasa, berishga, ya'ni molini berishga tayyorlagan bo'lmasa, qanday qilib bu jannatni orzu qiladi? Zero Bashir ibn al-Xossosiyya degan bir sahobiydan rivoyat keladi. Rasulullohga bay'at berish uchun kelgan va hamda bay'at berish uchun kelganda bay'atni shartlaridan ikkita shartni lozim tutishdan, ya'ni mahkam ushlashdan uzr aytadi. Ya'ni ikkita shartni mahkam ushamay deydi. Fa arada ayasta'fiya min al-iltizam degani maqsad bu yerda ikkita shartni, ya'ni mahkam ushlashdan bosh tortadi. O'zini xosatan shu ikkita shartni mahkam ushlashdan uzrini bildiradi. Qo'yib mahkam ushamay qo'yaveray deydi. Shunda Rasululloh bu ikkita narsa Allohga qasamki deb turib hali kishi aytganda Rasulullohga, ey Rasululloh degan bu ikkita narsa degan mana shu Bashir ibn al-Xossosiyya, men ikkalasiga toqatim yetmaydi. Ya'ni biri jihod, ya'ni nafs bilan qiladi uni. Yana bittasi molini beradi. Qarang, molini beradi. Mana shu ikkita narsani aytayapti. Keyin yana aytganki, mana bu ashoblaringiz aytayapti, ular kim jangga chiqib orqasini qilib qochib ketadigan bo'lsa, Allohning g'azabiga duchor bo'lar ekan. Men qo'rqamanki, mana shu jang maydoniga borib qolsam, nafsim qo'rqib ketsa, o'limni yomon ko'rib qolsam, qo'rqaman shu narsadan dedi. Va sadaqa ham Allohga qasamki, meni o'zi bir qancha qo'ylarim bor, 10 ta tuyam bor. Ular meni ahlimga ozuqa ular. Rislu ahli degani ahlimni ozuqasi deb aytayapti. Ya'ni ahlimga hali yemoq, ichmog'i bu narsa tirikchiligim deyapti-da. Va hamulatuhum, ya'ni ularga bir tirikchilik bu narsani chiqarib berib turadi. Endi jihoddan qo'rqishini sababini bayon qilyaptiki, qarang, jihoddan qo'rqishini sababi nima deb aytiladigan bo'lsa, bu yerda hozir aytayotgani, ana shu jihod maydoniga borib qolsam, qochib ketib qolsamchi deb shu qochib ketib gunoh kabiraga tushib qolishdan qo'rqishni bahona qilyapti. Ya'ni bahona emas, o'zi aslida bu narsa bor narsa, lekin shu bilan birgalikda ana shu narsani aytayapti-da. Ya'ni bu yerda bu odam ana shu sadaqadan qo'rqayotgan holatini, masalan, birinchi navbatda qarang, jihoddan qo'rqishini sababini aytayapti. Jihoddan qo'rqyapti o'zi. Lekin men ana shu qochib ketsam gunoh kabiraga tushib qolaman deb shu narsani bahona qildi. Va yana sadaqadan ham qo'rqishini bayon qilyaptiki, meni egalik qilib turadigan narsam oz. Shunda Rasululloh haligi Bashir ibn al-Xossosiyani shunday qo'lidan ushadi. Keyin qo'lini silkitdi. Ya'ni qo'lini ushadi degani maqsad bu yerda xuddi haligi salomlashamiz-ku. Ana shu ma'noda qo'lini ushagan. Ana shunda qo'lini silkitdi, harakatlantirdi. Jihod yo'q bo'lsa, sadaqa yo'q bo'lsa, jannatga bo'lmasa kirmaysan-ku sen dedi. Demak, qarang, mana bu joyda jihod bilan, sadaqa bilan jannatga kirishlikka ishora bor. Demak, inson o'zini qurbonlik qilishlik kerak, din uchun fidoyi bo'lishlik kerak. Sahobiy aytayapti. Men degan mana shu sahobiy, bo'ldi, hammasiga bay'atlashdim dedi. Hammasiga bay'atlashdim, bo'ldi, bay'at berdim degan. Hammasini turib beraman dedi. Demak, bu masalani qarasangiz, shunaqa turib berish masalasi bu jiddiy. Bu turib berish masalasi hech qanday bir murosaga chaqirmaydi u. La tahtamil musavama va la tanazul. Musavama deb aytiladi, kelishuv, bitim, bunaqa narsalarda ehtimol qilmaydi, ko'tarmaydi. Unda kelishish, hali
bir narsa qilib olaylik deydigan narsa yo'q. Tanazzul degan narsa yo'q. Ha, ozgina bir bu yoqqa qo'yib turaylik, ozgina u yoqqa qo'yib turaylik degan narsa yo'q. Yo'q unaqa narsa. Demak, hech bir jur'atsiz qurbonlik yo'q. Odam o'zi jur'at bilan o'zini qurbonlik qiladi. Masalan, ana shu qurbonlik o'zini nafsi bilan bo'ladi, moli bilan bo'ladi, tili bilan bo'ladi. Shuning uchun ham shahidlardan deb turib hisoblangan kim desa, qarang, o'zini himoya qilib o'lgan odam. O'zini obro'sini, or-nomusini himoya qilib o'lsa, molini himoya qilib o'lsa, shahid deb aytilgan. Hadisda keladi, kim molini himoya qilib o'lsa, u shahid. Molini himoya qilib o'lsa shahid dedi. Nima uchun u odam shahid bo'ldi? Chunki bu odam zulmni bartaraf etishdi. Ya'ni maqsad bu yerda litabqo ruhun rafa zulm. Ya'ni bir ruh zulmni ko'tarish uchun qolyapti, ya'ni. Zulmni ko'taradigan bir ruh qolyapti. Ya'ni bu odamning joni zulmni ko'tarish. Mana shunday holatda bo'lyapti-da, mana zulmni ko'tarib va hamda zulmga qarshi kurashib qolyaptiki, xuddi insonlarda, odamlarning ichida tirik. Palonchi odam masalan qahramon bo'lib ko'zga ko'rinib qoladi masalan. Bu o'zini himoya qilib o'ldi yoki bo'lmasa molini himoya qilib o'ldi. Ya'ni bu o'zini bu musulmon odamga aytilgan lekin. Endi hattoki bunday jihod maydonida yurgan odamga hatto shahidlik rizq qilib berilmasa ham shahidning ajri inshaalloh o'tib ketmaydi. Demak, bu asosiy niyat bilan bo'ladi. Endi qanday qilib siz bir kuch sarflamasdan, mehnat qilmasdan mujohid ismini ko'tarib yurasiz? Qanday mujohid ismiga loyiq bo'lasiz? Chunki jihod u katta bir kuchni sarflash. Mehnatni va kuch toqatni eng oxiri islomga yordam berishda. Ya'ni bor mehnatni inson bor mehnatini, bor o'zini fido qilish kerak bo'ladi mana shu islomda. Mana shu ma'noni Ibn Majani hadisi ham bayon qilib beradi. Mana shu ma'no kelgan Ibn Majani hadisida. Xayru ma'ashin nasi lahum rajulun mumsiku bi inani farasi. Qarang, insonlarni yashash holatlarini, tirikchilikligini, yashashini, hayotini eng yaxshisi, odamlarda eng yaxshi hayoti bir inson bo'ladi. Allohning yo'lida o'zini otini yuganini ushlab turgan bo'ladi. Otni ustida uchib yuradi. Ya'ni otni ustida uchib yuradi degani, demak bu ana shu otini ustida tinmay mashq qilishiga ishora bor. Tirnovka qiladi bu odam. Qachon biron bir chaqiriq, biron bir dahshat holatda eshitib qolsa, ya'ni bu degani hayqiriqni, odamlar jihodga deydigan holatda eshitib qolsa, otini ustiga chiqadi, jihodga shoshiladi. O'limni orzu qiladi, o'limni xohlaydi. Qatlni xohlaydi, qatlni o'zi bor bo'lgan joylardan izlaydi. Ya'ni mazon nahu degani qatl degani maqsad bu yerda shahodat qaysi joyda bor ekan deb shahodatni orqasidan quvib yuradigan odam bo'ladi. Bu narsani hali sahobalar hayotida ham aytib o'tamiz. Qani yana mujohid odamga boshqacha bir surat bor. U surat shahodatni talab qilishda jiddiy bo'layotgan mujohidga. Masalan, boshqacha bir surat bor. Ana shu surat qanaqa surat? Hozir aytib beramiz u narsani. Masalan, Xaybarda jangida shahodatni talab qilishda jiddiy bo'lgan bir mujohidga boshqacha bir surat bor, shakl bor deyapti-da, bir namoyon bor. Ana shu Xaybar jangida Omir ibn Akva degan odam xatoan o'zini qilichi, o'zini tizzasiga hali udari qaytib kelib turib, o'ziga o'zi qilich kirib ketib qoladi. O'ziga o'zi qilichini kirgizib yoradi, shunda o'lib qoladi. O'zini o'zi o'ldirib qo'ygan bo'ladi-da. Shunda ba'zi sahobalar bo'ldi, bu amali habata bo'lib ketdi deydi. Sababi o'zini o'ldirdi deb turib gumon qilishganligi uchun. Keyin bu odamni, o'sha Omir ibn Akvani akasi Salamat ibn Akva, bu odam otdan tez yuguradigan odam bo'lgan. Ot cho'lda qolib ketgan bu odamning yugurishida. Shu Salamat ibn Akva Rasulullohning oldiga shunday boradi. Rasulullohdan so'raydi: "Ey Rasululloh, meni ukam manaqa qatl qilindi" deydi. Rasululloh aytadiki, "U ukangga ikkita ajr bor" deydi. Ikkita barmog'ini o'rtasini jamladi. U jahid edi. Jahid degani jiddiy odam edi. Jiddiy shahodatga harakat qilayotgan, mana niyatida, maqsadida shu narsa bor edi. Ham mujohid edi u. Unga o'xshab yurgan bir arobiy kam deb aytgan. Qalla arobiyyun masha biha mithluhu degani, unga o'xshab ana shu maqsadda yuradigan arobiy kam deb turib aytdi. Ibn Durayt aytadiki, rajulun jahidun deb keladi, mana shu hadisda shunday deb kelyapti. Ya'ni jaddun fi umurihi, o'zini ishlarida jiddiy degan ma'noda. Ibn Tin aytgan ekan, jahid degani mashaqqatni zimmasiga oladigan odam. Endi qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu insonni aytib beryaptiki, Omir ibn Akvani. Ya'ni bu
ikkita ajrga yetdi deyapti-da. Alloh taoloning yo'lida qatl ajriga yetganligini ham Rasululloh o'zi guvohlik beryapti va hamda mashaqqatga qaramasdan jiddiylik va nashotligini ajrini ham oldi deyapti. Shuncha mehnatini ajri ham bor. Mana shu o'zi shahodatga intilgan odamlarning holati o'zi shunday bo'ladi. Shahodatga mana shunday intiladi. Endi yana bitta suratni qarang. U Anas ibn Nadir. Yana bitta mana surat. Anas ibn Nadir. Anas ibn Nadirni bilamiz. Anas ibn Malikni nimasi bo'lgan? Amakisi bo'lgan. Anas ibn Malikni amakisi bo'lgan. Anas ibn Nadir bu odam Badr jangiga kelishi yozilmagan. Ya'ni Badr jangiga kelmagan. Keyin Allohga ahd berganki, o'zidan o'tib ketgan narsani hali o'rnini to'ldirib qo'yaman deb turib ahd bergan. Masalan, hozir aytganimizdek, Badr jangiga qatnashmagan bo'ladi. Ana shu Uhudga qatnashib hali Badr jangida o'tib ketgan holatni men to'ldirib qo'yaman degan bo'ladi. Keyin yana aytadi, agar Alloh taolo payg'ambar bilan birgalikda meni yana biron bir jangga qatnashtirib qo'ysa, albatta men o'zimni jiddiy bo'ladigan holatimni ko'rsatib qo'yaman dedi. Haqiqatda ham Uhud jangiga keldi. Qilichi bilan insonlar hammasi mag'lub bo'lgan paytda, mag'lub bo'lganligini ko'rganda qilichi bilan faqat olg'a yurdi bu odam. Ya'ni shunaqa bo'lgan-ku endi Uhud jangida. Ozgina bir mag'lubiyat bo'lgan. 70 ta sahobiy ana shu joyda shahid qilingan. Mana shu kishi o'zi shahid qilinganlarni ko'rsangiz, ko'pi mana shunaqa odamlar bo'lgan. Olg'a borganlar. Qochganlar qochib ketavergan. Qarang, mana shu joyda olg'a borgan. Sa'd ibn Muozga aytgan, "Ey Sa'd" degan. "Qayerdasan?" degan. "Men jannatni hidini Uhud tarafda topyapman. Uhud tog'ini oldida topyapman" dedi-da, oldinga qarab yurdi. Qatl qilindi. Oldinga qarab yurdi-da, qatl qilindi. Fama urifa hatta arafat. Ya'ni bu odam shunaqa tanilmay qoldi. Shunaqa ko'p zarbalar yegan edi. Uni faqat ana shu sinisi bir holi bilan yoki bir barmog'i bilan tanib qolgan deyiladi. 80 dan ortiq zarbalar bor edi. Masalan, ana shu zarbalar nayzalar sanchilgan, qilich bilan urilgan, o'qlar otilgan holatda edi. Uhudda endi qattiq jang qilishini sifatlab turib Sa'd ibn Muoz aytib bergan. "Ey Rasululloh" degan, "u qilgan ishga men qodir bo'lmayman" degan. Qarang, demak mana shu narsa Anas ibn Nadirda haddan tashqari shijoat borligini ko'rsatadi. Chunki Sa'd ibn Muoz ham o'zi Uhud kunida qancha sobit turib bergan. Shijoati o'ta komil bo'lgan. Lekin Anas ibn Nadirda qilgan ishiga jasorat qila olmasligini aytayapti. Ya'ni u qilgan ishni men qila olmayman deb turib aytdi. Endi siz o'zingizni vaqtingizdan, o'zingizni mehnatingizdan biror bir narsani zaxira qilib olmasangiz, ana shu biron bir chegarada diningizga yordam bermasdan, ya'ni bu degani o'zingizni vaqtingizni, hayotingizdan biron bir qismini ajratmaysizmi Alloh taoloning diniga yordam berishga? Alloh taologa yordam berish, Allohning diniga yordam berishga ajratmaysizmi? Sababi nimaga? Alloh taoloning yo'lida haqiqiy jihad qilgan odamlardan bo'lasiz va shahodat maqomiga tayyorgarlik ko'rgan odamlardan bo'lasiz. Ya'ni o'zingizni qurbon qilmaysizmi deb aytayapti. Odam o'zini, demak, qurbonlik qilishi, har bitta odamning o'zini o'rni bor. Har bitta odamning o'zini o'rniga qarab turib bo'ladi. Mana shu holatlarda albatta har bir odam jihad maydoniga borsin deb aytilmaydi. Har bir odam qo'lidan nima keladi? Masalan, kerak bo'lsa, duo qo'lingizdan keladimi? Qiling mana shu narsani. Hozirgi kunda ham qancha mana G'azo ahliga duoga muhtoj. Qilish kerak. 1 so'mingiz bo'lsa, 1 so'm bo'lsa ham bering. Hattoki bor shunaqa bir ayollar bor. Hatto bir ayol masalan bir necha marotaba yozildi, shunaqa savollarni so'rab, men turmushga chiqyapman bir insonga. Ana shu insondan olgan mahrimi shunday G'azoga berib yuborsam bo'ladimi? So'rayapti. Qarang, shu darajadagi insonlar ham bor. Shunday olgan mahrini o'zimga ishlatmayman, hammasini berib yuboraman shu G'azo ahliga. Ya'ni shunaqa odamlar ham bor. Mana shu oxiratga o'tkazib qo'yish deyiladi bu narsani. Mana shu qo'lidan kelganini qilish deb aytiladi. Mana shu narsani aytiladiki, hali bunday insonlarda iymon bor. Valaysal mautu hadafan lizati. Endi o'lim, ash o'lib qolishni o'zi bu maqsad emas. O'lim gumon o'rinlarini xohlashlik bu o'zini qurbonlik qilish emas. Masalan, qaysidir bir joyda shahodat bo'ladigan bo'lsa, ana shu joyda men shahodatga erishaman deb ana shu joyga borishlik, u odam o'zini o'ldiryapti, ittihor qilyapti deydigan holat emas. Shahodatni orzu qilish hayotdan umidni uzishlik ham emas. Va hamda bu aslida bir handaq bilan himoyada turishlik qo'rqoqlikdan emas. Bir odam handaq deb qo'yiladi, masalan, bitamda chuqur kavlab ichiga tushib oladi. Akob deb qo'yiladi. Ana shunaqa joylarga tushib olishi bu hech qanday qo'rqoqlik emas.
hayotga bog'lanib olish bo'lmaydi sabablarni ushlab olsa. Bir odam zirhli holatda bo'lsa, bu qo'rqyapti bu deb aytilmaydi. Va jur'at ham masalan jur'atdan deyilmaydiki, xatarlardan ehtiyot bo'lmaslik. Xatarlardan ehtiyot bo'lmayapti, faqat olg'a boryapti. To'g'ri jur'atli deyilsa ham, lekin bu unaqa joy katta narsa emas. Bu odam faqat o'zini maqsad qilgan narsasiga intilyapti. Maqsadni yaxshi qilish kerak. Qarang, musulmonning umri, masalan musulmon kishi bir kun hayotda ziyoda bo'lsa, toat ibodatda ziyoda bo'lsa, ana shu hayotda dushmanga zarba berib tursa, kofirning g'azabini keltirib turadigan bo'lsa, mana shu hayoti u musulmonga foydada. Tushundingizmi? Mana musulmon kishining umrida bir kunni ziyodaligi uni toatini ziyoda qilish kerak o'zi asli. Dushmanga zarba berib turish kerak, kofirning g'azabini keltirib turish kerak. Mana shu o'zi turgan bitganingiz ajrga aylanadi. Sahobalar radhiyallohu anhum ikkita kishidan ajablangan. Ikkalasi bir vaqtda musulmon bo'ladi. Ularda bittasi ikkinchisidan ko'ra juda qattiq ishtihodli bo'ladi. Ya'ni juda qattiq ibodat qiladi. Ana shu qattiq ibodat qilgan odam shahid bo'lib ketib qoladi. Ikkinchi bo'lsa, unaqa qattiq ibodat qiladigan odam bo'lmagan, lekin ibodat qilgan baribir. Ana shu ikkinchisi undan narigindan 1 yildan keyin vafot etgan bo'ladi. Shunda Talha ibn Ubaydulloh tushida ko'radiki, ikkinchisi jannatga kirgan bo'ladi, lekin narigi sohibi bor edi-ku, birinchi 1 yil oldin vafot etib ketgan, shahid bo'lib ketgan. Shu mushtahid bo'lgan sohibidan oldin jannatga kirar ekanda, qarasa, xosatan ikkinchi odam jannatga kiryapti birinchisidan ko'ra. Keyin Rasulullohga borib aytgan. Rasululloh aytganki, buni nimasidan ajablanyapsizlar? Nimasidan ajablanyapsizlar? Deganda, ey Rasululloh, mana shu ikkita kishini ishtihodda qattiqroq edi. Ya'ni ikkinchi jannatga kirayotgan odam, u qattiq ibodat qilardi u. Keyin bo'lib ham shahid bo'lib ketdi. Mana bu ikkinchi odam bo'lsa, undan, ya'ni mana shu ikkinchi daxola hadal akhir al jannata qoblah deyapti. Mana shu ikkinchi odam 1 yil keyin vafot etib, narigi mushtahiddan oldin, juda qattiq ibodat qiladigan odamdan oldin jannatga kiryapti dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdiki, alaysa qad makata hada ba'dahu sanatan. Mana bu odam narigi odamdan keyin 1 yil yashamadimi? Qarang, shuni aytayapti, e'tibor bering. Bu yerda musulmon odamni har bitta kuni toat ibodatda ziyoda bo'lishiga ishora bor. Musulmon odam ibodatlarini habata qilib qo'ymaslik kerak. Mana shu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu odam mana undan 1 yildan beri yashamayapti, mana shu narigi sherik o'lgandan keyin deganda, 1 yildan beri yashayapti degan. Bu odam Ramazonga yetdi, Ramazonda roza tutdi, falondaqa namoz o'qidi, 1 yil ichida qancha namozlar, qancha sajdalar qilgan. Demak, nafil namozlarni ko'paytirish kerak. Ramazonda ko'p nafil ibodatlar qilish kerak. Ya'ni ibodatingizni qilasiz, sadaqangizni berasiz, ro'zangizni tutasiz, qo'ldan kelgancha harakat qilaverasiz. Shu amallarni inson ushlab turish kerak-da, shuni habata qilib qo'ymaslik kerak. Oddiy narsalar bilan ba'zida shunaqa habata qilib qo'yamiz. Maqtanib, masalan, men falondaqa ish qilganman, pis falondaqa ish qilganman, yoki bo'lmasa, er xotin bir-biri bilan urushib, janjallashib, bir-birini qarg'ab, shu qilgan amallarini yo'q habata qilib yuboradi. Hech vaqosi yo'qdek bo'lib qoladi. Qarang, mana shu joyda Rasululloh bu 1 yil qolib amal qilmadimi? Ramazonga yetdi, qancha ibodatlar qildi deganda, to'g'ri ey Rasululloh. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdiki, o'rtasida osmon bilan yerning o'rtasidagi masofachalik bo'lgan masofa bor deb turib aytdi. Qarang, demak, musulmon odam har bitta hayoti o'ziga foyda. Shu hayotida, ibodatida kuniga 1% dan inson o'sib borishlik kerak-da. Ya'ni ibodatda asosiy. Endi shahodatga haqiqiy tayyorgarlik ko'rayotgan odam o'ziga yetadigan balolarga, musibatlarga tayyor qilib qo'yish kerak bo'ladi. O'zini sabrga o'zini o'rgatish kerak, chiniqtirish kerak. Ya'ni masalan, jang maydoniga borsa, qochmaslikka sabr qilish kerak. Xosatan mana shu sabr o'limgacha olib borsa ham, o'zini ushlab turibdi, jang qilyapti, o'lib qolsa ham. Zero Buxoriy rivoyat qilib keltiradi. Nofi' qaysi narsada o'zi Rasulullohga bay'at qilingan deb Nofi'dan so'ralgan ekan. Shunda Nofi'dan so'ralganda, endi sahobalar nimada bay'at qilgan Rasulullohga? O'limda bay'at qilganmi, o'zi nimada bay'at qilgan deganda aytgan ekanki, yo balki Rasululloh sabrda ular bilan bay'atlashgan. Sahobalar bilan sabrda bay'atlashdi. Qarang, yana bitta Sahih Buxoriyda Salamadan bir hadis keladi. U hadis o'limga bay'at berishni isbot qilgan. O'limga bay'at berish borligi aytilgan. Ibn Hajar rahimahulloh shu ikkita rivoyatning o'rtasini juda bir ajib, latofatli holatda bog'lab qo'ygan. Ya'ni masalan, birinchisida
o'limda bay'atlashdi degan narsa bilan, ya'ni mana shunday bo'ladi degan. O'limda bay'atlashgan bo'ladi va qochmaslikka bay'atlashgan bo'ladi. Sabr qilish degani shu, qochmaslik, o'lgunigacha qochmaslik kerak. Chunki o'zi bay'atdan maqsad qochmaslik, garchi o'lib ketsa ham. Mana shu Ibn Hajar rahimahulloh aytayapti buni. Endi maqsad o'lim albatta kelish kerak degani emas. Masalan, indamasdan turaverasan, o'lim ashayta keladi degani emas. Buni Nofi inkor qilgan, bunaqa ma'no yo'q. Balki ularga sabrda bay'at qildi deb turib aytilayotganda, ya'ni sobit turish, qochmaslik farq yo'q. Mana shu narsa ularni o'limga olib borsin, o'limga olib bormasin. Imkon qadar olg'a harakat qilish. Demak, mana bu ma'no ta'kidlaydigan narsa Abu Umoma radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 3 marotaba umid qilgan, 3 ta o'rinda. O'ziga shahodatni duo qilishini 3 ta o'rinda umid qilib so'ragan. Ey Rasululloh, duo qiling, Alloh shahodatni bersin. Duo qiling, shahodatni bersin degan. Rasululloh faqat aytadigan gapi, "Ya Allohim, o'zing ularni salomat qilgin, o'zing ularga g'anima bergin" deb turgan. Lekin bu kishini qarangda, Abu Umoma Allohning yo'lida shahid bo'lishni so'rab turibdi. Shahid bo'lib ketay. Bu hayotdan qutulay degani emas u. Yo'q, shahidlarning fazli chunki juda katta edi. Juda katta edi shahid odam, chunki jannatda tirik. Ular Alloh bu haqida xabar berganligini eshitishgan edi. La tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Allohning yo'lida qatl qilingan odamlarni o'lik deb o'ylamanglar. Mana shu narsalarni ular eshitganligi uchun, ular tirik bo'lib turib, hozir masalan shahid bo'lsa jannatda yurishini eshitganligi uchun, shuning uchun ey Rasululloh duo qiling, shahid bo'lib ketay deb aytardi. Lekin Rasululloh, "Ya Allohim, o'zing ularni salomat qil, o'zing ularga g'anima ber" deb turardi. Demak, asl musulmon kishining hayoti o'zi musulmonlarning safini ziyoda qilib turadi. Ularning shavkatini kuchaytirib turadi. Ya'ni musulmonlarning kuchiga kuch qo'shib turadi, kofirlarning g'azabini keltirib turadi. Bitta musulmon bolasi tug'ilsa, kofir nafratlanadi. Musulmon oilalarni ko'paytirish kerak. Shuning uchun ham Buxoriyda hadisda bekorga kelmaganki, bu ummatda eng yaxshi xotini ko'pa deyilgan. Ibn Abbasdan mana shu narsa aytilgan. Eng yaxshi xotini ko'pa. Xotini ko'pa degani faqat xotinning sonini ko'paytirish emas, maqsad u yerda farzandlar bor. Kofirlarning g'azabini keltirish bor. Faqat shuning uchun ham ikkinchi xotinlik shunaqa narsalarni faqat yomon qilib ko'rsatgan. Yomon qilib ko'rsatgan. Hozir kunda ham qancha masalan o'zbek kinolarini ko'ring yoki boshqa bir shunaqa holatlarni ko'rsangiz, go'yoki ikkinchi xotin xiyonatdek, zino qilib yuribdi. Bir narsalar qilib ko'rsatilgan. O'zi asl islomdagi narsani shunaqa xuniy qilib ko'rsatilgan. Qarang, mana shu narsa o'zi asli islomning ruhiyatini ichimizdan sug'urib olish. Endi ichimizdan sug'urib olgandan keyin qanday biz endi shahodatga tayyorgarlik ko'ramiz? Qanday biz musulmonlarning safini ko'paytiraylik, qanday bir kofirlarning g'azabini keltiraylik deb turib harakat qilamiz? Lekin shu bilan birgalikda musulmon odam doim sobit turishlikka muhayyo, sabrga tayyorgarlik ko'rish kerak, qancha balo katta bo'lsa ham. Endi shahodatga tayyorgarlik ko'rishlikka, mana shunday tarbiyaga, ya'ni mana shunday shahodatga tayyorgarlik ko'rishda o'zini tarbiya qilishga o'xshaydiki, shahodatni haqda jur'at qilib turib, shahodatni shunaqa xohlaydigan odam, hayallati taj'alu man yunshidu shahadata degani maqsad bu yerda, ya'ni shahodatni haqda jur'at qilib, jari'an fil haq degani haqda jur'at qilib, jasurcha shahodatni izlab turadigan kishini u mana shunday holatda tarbiyalaydi. Qarang, ya'ni shahodatga tayyorgarlik ko'rishda mana bunday tarbiyaga o'xshaydi. Bu shunday tarbiya bo'ladiki, u bir insonni shahodatni intiltiradigan qilib qo'yadi. Ya'ni shu tarbiya shahodatni intiltiradigan, Alloh yo'lida shahid bo'lsam deb turadi. U odam shuning uchun ham haqda jasurcha turib, haq kalimasini aytadi. Rasululloh aytgani kabi, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultonin jair. Shahodatni eng afzali zolim bo'lgan bir podshohning oldidagi adolatli kalima, haq kalima. Haq kalimani gapirasiz, qora ro'yxatga tushasiz. Haq kalimani gapirasiz, orqangizdan odam qo'yadi. Qamash, o'ldirish, quvish, mana shu narsalarga harakat qiladi xolos dushmanlar. Mana shu narsalar bilan ularning g'azabini keltirasiz. G'azali mana shu ma'noga izoh berib turib aytgan. Dinda mahkam turadigan odamlar eng afzal kalima zolim sultonni oldidagi haq kalima ekanligini bilgach, mana shunday haq kalimani sohibi, haq gapni gapiradigan odam qatl qilinsa, shahid bo'lishini bilgach, mana xabarlardan kelgandek,
o'zlarini halokatga o'rnatib turib, ya'ni o'zlarini shu narsada tarbiya qilib, shu narsada qadam qo'yishdi. Shu narsaga mahkam e'tibor berdi. Azob turlariga sabr bardosh qilishdi. Alloh taolaning yo'lida shu narsada sabr qilib turdi. O'zlari qiladigan Allohning huzurida o'zlariga, ya'ni o'zlarining jonlaridan sarflaydigan narsani hisobini, umidini Alloh taoladan qilishdi. Mana shu G'azaliyning so'zlari edi. Endi mana shunday nafsdan boshqa ya'ni mana shunday hozir yuqorida aytib o'tilayotgan, xosatan inson o'zini qurbon qilishlik kerak deb aytilyapti. Endi mana shunday nafsiy holatlarsiz bunaqa odam o'zini qurbonlik qilmasa, bunday holatda tarbiyalamasa, bu ummat xuddi hali selda, suvda oqib keladigan hashaylardek bir axlat ummatga aylanib qoladi. Mana shu axlat ummatning natijasi nima bo'ladi? Xuddi mana hadisda Rasululloh aytgandek, Alloh taolo sizlarning dushmanlaringni qalbidan haybatni sug'urib oladi. Dushman qo'rqmay qo'yadi. Xuddi hozirgi holat kabi. Dushman qo'rqmay qo'yadi. Va hamda sizlarning qalblaringda zaiflikni qilib qo'yadi. E'tibor bering mana. Alloh subhanahu va taolo dushmanlaringni qalblaridan haybat topib qo'yadi. Ya'ni dushman sizlardan qo'rqmay qo'yadi. Sizlarning qalblaringda bo'lsa zaiflik bo'ladi. Qanday bo'ladi mana shu zaiflik? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu zaiflik haqida so'ralganda Rasululloh aytganda, ya'ni qanaqa u narsa? Nimaga dushmanimiz bizdan qo'rqmaydi? Dushman o'zi aslida musulmon ummatdan qo'rqib turish kerak. Nimaga qo'rqmaydi? Sababini aytganda, sababi sizlar dunyoda yaxshi ko'rasizlar. Radikal degan musulmon yo'q-da. Mana bir odam aytayapti-ku shu narsani. Radikal degan narsa o'zi yomon narsa. Lekin shu bilan birgalikda masalan bir dinga qattiqroq kiradigan odam bu kofirlarning ko'zida radikal bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun Rasululloh aytayaptiki, dunyoni yaxshi ko'rish va o'limni yomon ko'rish. Endi mana shu vaham deb aytilgan. Bu vaham holati ummatni xorlikka, mukkasidan kekkizadigan va hamda oddiy pastlikka, tubanlikka rozi bo'ladigan bir holatga aylantirib qo'yadi. Yahud tabiat qilib qo'yadi. Ummatning holati yahud tabiatga aylanib qoladi. Qachon o'zini qurbon qilmasa, qachonki o'zini molini qurbonlik qilmasa, qachonki o'zini nafsini qurbonlik qilmasa, qachon o'zini Alloh taoloning yo'lida qurbonlik qilmasa, ummat hashak ummat bo'lib qoladi. Endi shuni aytayapti mana bu yerda ham. Keyin qanday qilib inson shahidlarni manzilatiga yetishda qasd qilsa bo'ladi? Qanday qilib yetadi masalan shahidlarning darajasiga? Agar Allohga haqiqiy tavakkul qilmasa qanday yetadi? Zero Buxoriy Oysha radhiyallohu anhodan vabo kasalida sabr qilgan odamning ajri haqidagi bir rivoyatni keltiradi. Rasululloh aytib bergan: "Falaysa min abdin", qaysi bir inson, qaysi bir odam masalan bir joyda yashab turganda vabo kelib qolsa, ana shu shaharida sabr qilib tursa, e'tibor bering, ana shu shaharda sabr qilib tursa-da va mana shu insonga faqat Alloh taolo yozib qo'yadigan narsa yetadi deb turib biladigan bo'lsa, illa unga shahidlarda ajri bo'ladi. Tushundingiz-a? Bu nima uchun bunday deyilgan? Hozir bu narsani ozgina izoh berilgan. Qarang, mana Ibn Hajar rahimahulloh izoh berib turib aytadi mana. Ya'ni maqsad bu yerda sabr qilib turish kerak. Hech odam masalan qiltin-piltin qilmaslik kerak. Xavotirsiz, xotirjam turish kerak bo'ladi. Mana shunaqa masalalarda. Chunki boshqa hadislarda ham keladiki, qaysi joyda vabo kasali paydo bo'lsa, u joydan chiqmaylar. Chiqishda asosiy qoralangan narsa sababini aytilganda, chunki odam ana shu kasallik bor bo'lgan joydan boshqa joyga chiqadigan bo'lsa, mumkin kasallikni boshqa joyga tashishi mumkin-da. Tushundingiz-a? Shuning uchun ham bu narsani hamma narsaga tushirilavermaydi. Masalan, bitta joyda yashayapsiz, u joydagi atrofdagi odamlar yomon. Ha, endi sabr qilib turish kerak ekanda endi deyilmaydi. Yoki atrofdagi musulmonlarga tinmay zarar beryapti. Endi sabr qilib turish kerak endi deyilmaydi. Bu holatda o'zingizga o'zingiz jabr qilgan bo'lasiz. Alloh taolo bu narsadan qaytaradi. Vala tulqu bi aydikum ila tahluka. O'zlaring jahannamning o'tiga otmanglar degan. Shuning uchun ham bir musibat kelib qoldimi bitta joyda, masalan, u musibatdan sekin ketsa bo'laveradi. Mana bu joyda bo'lsa, vabo kasali tushib qolsa bitta joyga, xuddi masalan koronavirus tushdi-ku, shunga o'xshagan holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, inson xavotirlanmasdan turish kerak. Allohning farmoniga taslim bo'lish kerak. Birinchi navbatda. Tushundingizmi? Buni ikkinchi navbatda desak bo'ladi. Birinchi navbatda sabr qiladi, ikkinchi navbatda Allohning farmoniga taslim bo'ladi. Uchinchi navbatda Allohning qazoyi qadariga rozi bo'ladi. Mana shu narsa, shu 3 ta narsa. Vabo kasalligi sababli o'lgan kishiga shahodatni ajrini hosil bo'lishda bir qayd bu, shart bu. Chunki e'tibor bering, shu yuqorida aytib o'tildi-ku, ya'ni bu inson bilsa deb aytayapti. Faqat Alloh yozgan narsagina unga yetishini bilsa deb turib aytildi.
Mana shu narsa muhimda. Alloh yozgan narsa peshonamdagi narsa bo'ladi deb turib turish kerak bo'ladi. Lekin bundan boshqa holatlar bo'lsa, masalan, atrofdagi odamlar yomon yoki musulmonlarga musibat beryapti. Ha, ana shu joyda turaver. Yaxshi turibsan, sen deyilmaydi-da. Chunki unda uni muqobili borda. Uni muqobili nima desa, hijrat. Hijrat qil deb turib aytildi. Masalan, bir odam kasal bo'lib qolsa, yo'q, sen qanaqa holatda bo'lsa ham g'usl qilishing kerak, tahorat olishing kerak demaymizda. Balki albatta ularda o'zini o'rni bor. Bu o'rin boshqa. Shuning uchun ham musibat bo'lgan narsa Alloh yozib qo'ygani bo'ladi deb bilib tursa degan. Bu vaboga xos bu. Tushundingmi mana shu narsani ham? Endi mana shu yuqoridagi sanab o'tilgan narsalar, ya'ni xosatan shahodatga tayyorgarlik ko'rishda bu ishlarda hammasini asosi nima desa ixlos. Va har xil niyatga qorishma bo'lgan narsalarda niyat xolis qilish kerak. Niyatni xolis qilish hamma narsada. Siz ilm talab qilyapsizmi, namoz o'qiyapsizmi, roza tutyapsizmi, sadaqa beryapsizmi, shahodat talab qilyapsizmi, nima narsada bo'lsa ham niyat xolis qilish kerak. Endi mana Xoybar jangidagi bir suratga nazar tashlang. Bir kishi bo'ladi. Ana shu kishi mushriklarga qarshi juda qattiq jang qilayotgan bo'ladi. Oldida turgan to'da bo'lsin, yakka odam bo'lsa hech kimni qoldirmaydi. Ya'ni rajulun la yad'u lahum shazzatan va la fazza degan. Hech kimni qoldirmaydi. Illa unga boradi, uni qilich bilan urib tashavergan. Hech kim qolmayapti. Oldida hech kim tura olmayapti-da bu odamning oldida. Shunda aytilgan, bu degan bugun bunchalar jasur, falonchi jasur bo'lganichalik, u juda ham yomon bir urushyapti, janjallash, mana shunaqa turib beryapti deganda Rasululloh aytdiki, bu odam jahannamda dedi. Sababi Rasululloh bilardi u odamda nifoq borligini. Kim bir sahobiy ajablanadi. Ana shu insonning orqasidan ergashadi. Qarasa, qarab kuzatib yursa, haligi insonga bir jarohat yetib qoladi-da, ana shu jarohatga sabr qilmasdan o'zini o'ldirib qo'yadi. Shunday qilishdi, ana shu haligi ushlaydigan tarafini yerga qo'yib, uchini o'ziga to'g'irlab turib, o'zini bosib o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun ham hadisda kelganda qarang, hadisda kelganki, ummatimning ko'p shahidlari, ya'ni ummatim ichidagi ko'p shahidlar to'shak ashablari bo'ladi. Ya'ni to'shagida o'ladi. Niyat xolis bo'lganligidan bo'ladi-da bu. Ikkita safni o'rtasida ba'zi o'lgan odamlar bor, Alloh o'zi uni niyatini biladi degan. Allohu a'lam bin niyati. Subhanalloh, qarang, mana shu joyda Rasululloh qattiq gapirgan. Imom Ahmadning Musnadda kelgan hadisda. Demak, bu yerda umidni uzmaslik kerak. Inson to'shagida o'lsa ham shahid bo'lib o'lar ekan, lekin qachon bu narsani sababini qilgandan keyin-da, masalan, qo'y go'shtda ovqat yeb, yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ketingizda hamma narsa bor. Endi Alloh shahid qilsin-da endi deb turib yuribsiz masalan. Tishni kavlab, masalan, Alloh shahid qilsin. Unaqa narsa bilan bo'lmaydi. Odam harakat qilish kerak bo'ladi, o'zini jonini fido qilish kerak bo'ladi masalan. Rubbama yamutu rajul, ba'zida bir inson to'shagida o'ladi, lekin shahidlarning ajridan mahrum qilinmaydi. Sababi Alloh uni sodiqligini ko'rgan bo'ladi. Ba'zida bir kishi yerda jang maydonida qonlariga belanib, ko'tarilib olib ketadi. Vaholanki u odam oxiratda ziyon ko'rgan odamlardan bo'ladi. Alloh saqlasin. Sababi niyatiga qorishib qolgan ujub holati bo'lganligidan o'zidan ajablanadi. Kervozlik deyiladi buni. Faxrlanadi. Asobiyatdan jang qilgan bo'ladi. Ya'ni millatchilik uchun arab millati, o'zbek millati deb turib shunaqa qilib jang qilgan bo'ladi. Niyat xolis bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa nom chiqarishni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Zero bu haqida ko'plagan hadislar kelgan. Shuning uchun niyat muhim bu yerda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sahih Muslimda aytgan, kim, ya'ni Sahih Muslimda rivoyat qilingan hadisda keladi, kim shahodatni chin dildan talab qiladigan bo'lsa, ana shu insonga shahodat beriladi, garchi unga yetmasa ham. Ya'ni u odam ana shu shahodatga yetib bormasa ham, ana shu darajaga yetib bormasa ham, bu narsa nima bilan bo'ladi? Harakat qilishlik bilan. Buni hokim quyidagi lafz bilan ham rivoyat qilib keltirgan, hokimda ham kelgan, kim Alloh taoloning yo'lida qatl bo'lishni chin dildan so'rasa, qarang, Allohning yo'lida qatl bo'lishni chin qalbdan so'raydigan bo'lsa, keyin bu odam o'lsa, Alloh taolo unga shahidning ajrini beradi degan. Shahidning ajrini berishlik bilan shahid bo'lishning o'rtasida farq bor deydi ulamolar. Masalan, bir odam niyat qilib to'shagida o'ldi, to'g'ri. Shahidning ajri beriladi, lekin haqiqiy shahid bo'lib o'lgan odam baribir u shahidlar maqomida bo'ladi. Ayni ular haqida Alloh taolo aytgan. Ular haqida Alloh taolo aytgan, la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Allohning yo'lida qatl qilingan odamlarni o'lik deb o'ylamanglar, aytmanglar degani mana shu jang maydonida o'lgan yoki bo'lmasa shunga o'xshash bir o'rinlarda o'lgan odam bo'ladi, ya'ni. Tushundingiz-a? Shuning uchun ham bu yerda ya'ni shahidni ajrini beradi deb aytilyapti-da. Endi yana boshqa hokimning rivoyatida keladi, kim Alloh taolodan shahodatni chin qalbdan so'raydigan bo'lsa, Alloh shahidlarning manzilatiga yetkazib qo'yadi, garchi to'shagida o'lsa ham.
Shuning uchun ham ixlos degan narsani Alloh biladi. Tushundingiz-a? Ixlosni Alloh biladi. Nafsni sarhisob qilishlik, ana shu inson o'zini o'zi sarhisob qiladi-ku. Ana shu nafsni siz bilan bizga toza qilib beradigan narsa. Hamma narsada bo'ladi bu. Hamma narsada. Shuning uchun o'zingizni sarhisob qiling. Qalbingizni kuzating. O'zingizni taroziga qo'yib ko'ring. Mana shu shahodatga tayyorgarlik darajangizni ko'rib olishingiz uchun. Mumkin Alloh taolo aytgan kishilardan bo'lib qolsangiz. Alloh taolo ma'allazina an'amallohu alayhim minan nabiyina va siddiqina va shuhada va solihin va hasuna ulayka rafiqa. Alloh ularga in'om qilib bergan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solihlar safida bo'lib qolsangiz. Ana shular rofiqni, do'stlikni go'zal qilgan, ya'ni islomni go'zal odamlar, hammasi islomni go'zal bo'lgan odamlar. Demak, mana shu joygacha biz hozir shahodatga tayyorgarlik ko'rish, ixlos, niyatga asosiy e'tibor berish degan mavzuni yakunladik. Endi mana shu faslning xulosasi, mana shu hozir sizlar bilan o'qib chiqqan asosiy masalalarimiz birinchi navbatda shahodatga tayyorgarlik ko'rishdan sodiq tavba bo'lish kerak ekan. Birinchi navbatda inson shu narsaga e'tibor berish kerak. Ikkinchi navbatda amal islohli bo'lish kerak ekan. Uchinchi navbatda inson berish kerak, o'zini qurbon qilish kerak, jiddiylik bilan harakat qilish kerak. Harakat qilmasa albatta bo'lmaydi. Har bitta narsada harakat qilish kerak. Oddiy masalan, bitta dunyoviy masalani o'rganyapsiz. Bitta til o'rganyapsiz. Til o'rganishingizda ham unga o'zingizni vaqtingizni sarflaysizda, 3-4 soatlab kuniga sarflaysiz masalan. Endi 4-navbatda dushmanni daf qilishda albatta jur'at bo'lish kerak bo'ladi. 5-navbatda islomga xizmat qilishda inson bor mehnatini sarflash kerak ekan. Nima qo'lingizdan keladi? Duomi, pul berishmi, o'zingizni qurbon qilishmi? Qiling. Yutadigan holat mana shu. Va yana o'limga bay'at berish. Ya'ni maqsad nima deyiladigan bo'lsa, o'limga bay'at berish degani maqsad o'lim o'zi maqsad emas. Umrda ziyoda bo'lishi, toatda ziyoda bo'lishi. Asosiy umrda ziyoda bo'lishi insonga foyda bo'lgan jihati toatda ziyoda bo'lishi. Va hamda umrda yana ziyodasini foydasi dushmanga g'azabni keltirish. Dushman kuyib o'lsin alamidan, battar bo'l deydigan holat bo'lish kerak-da. Mana shu 7-narsa. Endi 8-navbatda mana sizlar bilan mana shu joyda gaplashgan narsamiz inson haqda jur'at qilish kerak. Haqdagi jur'at dunyoda yuz o'girishni keltirib chiqaradi. O'limni yomon ko'rishni keltirib chiqaradi. Ya'ni o'limdan umuman qo'rqmaslik kerak bo'ladi. To'g'ri, bu narsalarni aytish oson. Hozir biz ham bu kitobda kelyapti, bemalol o'qib o'tib ketyapmiz. Ya'ni bu degani hozir bu joydagi hamma narsaga o'zimiz amal qilamiz degani emas. Bu o'zing gapiraverasan, amal qilmaysanmi degan bir odam bo'lmasin deyman-da, ya'ni. Xo'p, yana 9-navbatda Alloh taologa haqiqiy inson tavakkul qilish kerak. 10-navbatda ixlos, niyatni xolis qilish kerak. 11-navbatda shahodatni besidqi tariq, ya'ni haqiqiy yo'l bilan, shahodatga erishlik yo'li bilan, shahodat ajriga yetishlik yo'li bilan chin dildan shahodatni talab qilish kerak. Ya'ni shahodatni chin dildan talab qilishlik ana shu shahodatga yetishlikka bo'lgan yo'ldir. Shahodatda ajrga yetishlikka bo'lgan yo'l. Asosiy mana shu 11 ta masalani bu mavzuda sizlar bilan mana gaplashib o'tgan bo'ldik. Alhamdulillah. Endi kelasi safar 3-mavzuga kirishib gaplashamiz. 3-mavzuda nusrat haqida gaplashamiz. Nusrat deganimiz, ya'ni nusrat nima degani? Ya'ni bu degani islomga yordam berish. Xuddi Alloh taolo aytadi-ku, intasurulloh yansurkum yusabbit aqdamakum. Agar sizlar Allohga, ya'ni Alloh taologa yordam beringlar, Alloh taolo sizlarga yordam beradigan. Intansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamakum deganda mana shu ma'nolarni inshaalloh keyingi darslarimizda gaplashib o'tamiz. Vallohu a'lam.